joy egalarini, yaqinlarini chetga olib chiqib davolatish kerak ekan. Shu sababidan yurib turgan tayyor do'kon biznesimizni arzon narxda baraka qilamiz. Sotib olishga imkoniyatingiz bo'lmasa, like bosib yaqinlarga jo'natib qo'ying. Obzorimizni boshlaymiz. Bu do'konimiz 65 kvadrat, 3 ta vitrina, холодильник, shokoladniца, stilajlari, kassa uchun stol, kamera naблюдения, konditsioner, xullas ishlash uchun hamma narsalar tayyor qilib qo'yilgan. Aholi gavjumligi hisobiga oziq-ovqatdan tashqari bu yerda kiyim-kechaklar ham qo'shilgan. Sizlar o'zingizlar talabingizdan kelib chiqib, aksessuar deysizlarmi yoki boshqa tovarlar qo'shib, savdoni yana ham ko'tarsanglar bo'ladi. Akalar, joyimiz ko'rdinglar, tovarlar to'ldirib chiroyli qilib qo'yilgan. Bu joy kunlik savdosi naqd pulga 3 milliondan 5 milliongacha bo'lib turgan ekan va 24 soat ishlab meva sabzavotlar qo'yilganda 10-15 milliongacha chiqqan ekan. Xo'p, akalar, bu joy narxini sizlar $650 arenda narxini tashqi tarafida bankomat, paynetlaridan tashqari $500 arenda to'lab yurgizishingiz mumkin. Biznes narxiga keladigan bo'lsa, yonib turganligi uchun $13 ming ga srochno berib yuboriladi. Joy lokatsiyasiga kelsak, Sergeli Yangi Hayot, Yangi Choshtepada joylashgan. To'liq lokatsiyani Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Like bosib yaqinlarga jo'natib qo'yish eslardan chiqmasin.